Prezident Donald Tramp Grenlandiya Rossiya yoki Xitoy qo'liga o'tib ketmasligi uchun hududni AQShning o'zi egallashi lozimligini aytdi. Mamlakat mulkka egalik qilishi va ijaraga olingan joyni emas, o'z mulkini himoya qilishi kerak va biz Grenlandiyani himoya qilishimiz kerak bo'ladi, dedi Tramp BBC jurnalistining savoliga javoban. U Washington bunga erishish uchun oddiy yo'ldan ham, og'ir yo'ldan ham borishi mumkinligini qo'shimcha qilgan. Oq uy yaqinda Amerika ma'muriyati AQShning NATO bo'yicha ittifoqchisi hisoblangan Daniyaga tegishli mazkur avtonom hudud ustidan nazoratni qo'lga kiritishning bir necha usullarini ko'rib chiqayotganini ma'lum qilgan. Washington orolni sotib olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Biroq uni kuch ishlatish yo'li bilan anneksiya qilishni ham istisno etmayapti. Amaldagi kelishuvlarga ko'ra AQSh Grenlandiyadagi bazasiga cheklanmagan miqdorda harbiy joylashtirishi mumkin. Ammo jurnalistlar bilan uchrashuvda Tramp ijara kelishuvi yetarli emasligini ta'kidladi. Men Xitoy xalqini sevaman, men Rossiya xalqini sevaman, lekin ular Grenlandiyadagi qo'shnilarimiz bo'lishini istamayman. Bunday bo'lmaydi va NATOdagilar buni tushunishi kerak, dedi u. Daniya va Grenlandiya rasmiylari esa hudud sotilmasligini aytmoqda. Xususan, Daniya bosh vaziri Frederiksen Mette AQShning ehtimoliy harbiy operatsiyasi NATOning tugashini anglatish haqida ogohlantirgan.